Samarqandamiz, okalar. Ilhom akam uylariga keldi. Birinchi buni ko'ramiz, tepada 150 ta o'sha o'ynab uchadigan zo'r kaptarlar bor ekan. Birinchi ichkarini ko'ringlar. Undan keyingisi o'sha tepadagilarni ham ko'rsatasiz. Bular bolalari tepada. Ha, lekin indichi mana buni ko'ringlar. Indi chang bo'lmaydi. Mana buni qaranglar, meni to'rbacha qilib qo'yardim-kan, bir chelak ani patla tullagan paytda, ani patla mana bunaqa bo'lib ketmasligi uchun bular mana poni pol qilib qo'ygan ekanlar-da. Mana shu yerda bir gulsaraga ko'zim tushgandek bo'ldi, bor-ku. Hayla gulsar. Ha, mana. Mana gulsar ham bor ekan. Don sepsa tushadimi? Tushadi. Qanimda don sep foqiylu? Mana joylari bilan o'yin. Bular bizim mesli kaftarlar, qadimiy kaftarlar bular bitta yig'ilgan vaqtida qanday desam, hammasi chapaklik, skoruslik. Biz chapaksiz kaftar boqmaymiz. Chapaksiz kaftar bizlar uchun o'lik hisoblanadi. Voy, gapirma. O'lik hisoblanadi. Chapagi bo'lmagan kaftar o'lik. Jahldor, nervinlari bo'ladi-yu. Shunaqa. Bular tepani ko'rgim kelib ketadi. Nimaiki, men ham uchirish yaxshi ko'raman-da. Hozir uchiramiz. Ha, o'shalarni bitta uchiramiz. Sizni xursand qilish uchun uchiramiz. Gap yo'q, okey. Bitta tomosha qilamiz tepadini. Kelibsiz aka, siz boshimizda tojisiz. Rahmat. Unaqa muammo yo'q. Eshigimiz siz uchun hamma vaqt ochiq. Baraga topinglar, rahmat. Sanjar akam sharofati bilan boringizga shukr Sanjar. Sanjar aka endi o'zimizning eski akamiz bo'ladilar. Bu 3-etajmi? Bu 3-etaj. Mansard qismi bo'ladi, landshaft. Ani Eronmi? Qat ani Pokistonlarda ko'rsatadi-ku, mana tomni tepasida boqishadi, xuddi o'sha yerga o'xshaydi. Saudiyadan ham ko'p. Biz Saudiyada bo'lganimizda shu tomga havasim ketgan edi. Mana bularni ko'ringlar. Ha, bu yerda hozir shu shamoldan uchiraveramiz, uchiradimi? Bular parvoz qilmaydi. Qani bitta haydaylik bularni. Bitta haydaymiz hozir. Jiyanim haydavar, jiyanim. Bitta haydaylik mana shu yoshlarni, ha? Mayli, hammaqacha. Bu tomonga qaratib haydasang. O'zi kelgan. Bular yoshlari. 1 oy, 2, 3 oylik mana shu yoshlari. Mana. Lekin shamol qattiq bo'lyapti, kattalari nariyoqda yuribdi lekin.